Ehtiyot bo'l. Seni o'ldirib qo'yishim mumkin. Sunsiya, u endigina shifoxonadan chiqdi. Unga tegma. Senga pul kerakmi? Mayli, men beraman. Pul endi esingga tushdimi? Kechikding. Bu bilan nimaga erishmoqchisan? Unga zarar yetkazma. O'g'ling tiz cho'kishini xohlamayapsanmi? Mayli, unda o'rniga sen tiz cho'k va kechirim so'ra. Kechirim so'ra dedim. O'shanda uni qo'yib yuboraman. Oyijon, kerak emas. Xiaobao. Tiz cho'kasanmi yo'qmi? Bunday qilmaysanmi? Yaxshi. Oyijon! Yo'q! Tiz cho'kaman. Yo'q! O'tinib so'rayman. Uni qo'yib yubor. Yashashing shunday kun kelishini tasavvur ham qilmaganding, to'g'rimi? Kim sendan yigitimni tortib olishni so'radi? Sen shunga loyiqsan. Uni qo'yib yubor deyapman. Orzugan qilma. Mendan hatto 10 ming marta o'tinib so'rasang ham bu bolani qo'yib yubormayman. Yo'q! Nevaramni xafa qilishga kimni haqqi suvda?